Assalomu alaykum qizlar. Hammaga xayrli kun. Hammalar yaxshimisizlar? Men sizlarga bitta zo'r yangiligim bilan bo'lishmoqchiman. Bilasizlar, men 3 oy yozda pekarnyada o'z faoliyatimni olib bordim. To'g'ri, pekarnya arendada edi. Pekarnya juda chiroyli, sentrda joylashgan. Lekin qarang, Allohim nasib qildiki, shaxsan noldan boshlangan o'zimni pekarnyamni ochishga muyassar bo'ldim va Allohim nasib etgan ekan. Mana bilasiz, yaqin kunlarda umra safariga borib keldik. Hammasi qadamma-qadam bo'lib kelayotgan ekan. Faqat ozgina sabr kerak ekan. Men sizlarga o'zimni bunaqa chiroyli pekarnyam bilan bo'lishmoqchiman. Mana mini pekarnya bo'lsa ham, lekin mana o'zimizniki, shaxsan o'zimniki. Mana ko'rasizlar, hamma narsa joy-joyida. Pekarnyamiz Xudo xolasa ertadan o'z faoliyatini olib boradi. Men har bitta narsaga mehr bilan yondashgan